Ramazan yazmaları 6. bab Rozanın küçü 4. bölüm Ramazanға hürmet. Etrafımızda yaşayan Rimliklar ve Ermenilerinin ahırkı vekillerine yetiştim. Rimliklar bizden burunmu bar idi. Ermeniler bolsa çoğun köçüşke erişip kelgenler idi. Mesela Aynakçı Agup yoki Vaqqis usta. Balалық xotiramda Ali janoblik va adab qoidalik kishilar sifatida iz qoldirgan edi. Bir yerda qo'shni bo'lib ishlagan g'ayri-musulmonlarning Ramazon mezgilida musulmonlarning ko'z oldida bir narsa yeb ichkinini ko'rmadim. Hatto ba'zi g'ayri-musulmon onalarning bu jihatdagi astoydilligi musulmon onalardan ortiq bo'lib, Ramazonda ballarının qo'llariga yeydigan bir narsa berib, ko'chaga chiqarmaydi. Tarqatilgan bir koni partiya vakillarining kishilarning ko'z oldida qo'llarida suv stakanlarini tutgan holda ko'rgan vaqtimda balaliqimdagi ashu Ramazonga hurmati bo'lgan Ermenilar esimga keldi. Ramazonga hurmat ko'rsatganlarning ismlari Agup, Vaqqis, Uhannes idi. Ramazonga hurmatsizlik qilgan koni partiya vakillarining ismlari bo'lsa Leyla, Xatib, Sirri. E'tiqod qilmaydigan bo'lishi mumkin. Qur'onda xohlagan iymon etidi, xohlagan inkor qiladi deydi. Shu Agup apandi Vaqqis ustalar islomga ishonmaydi. Lekin insonlarning e'tiqodiga hurmati bor edi. Men bu yerda g'ayri-musulmonlarning son jihatdan oz bo'lgani uchun ularni mushundoq qildi deb qaramayman. Ular mushundoq tarbiyalangan edi. Ular Osmanlı davlatining qoldiqlari edi va farqli madaniyatlarning bir yerda mavjud bo'lib tura oladiganligini biladi. Ko'p xil diniy e'tiqod birla vaqtda mavjud bo'lib turgan muhitda ularga qandoq muomalada bo'lishni biladi. Agup va Vaqqislar bilganni Leyla, Siri nimishqa bilmaydi? Rostili bilmamdi. Buning siri nima? Qani aytib beqingchi. Bular vakili ekanligini da'vo qilayotgan bu xalq tarixdan buyon o'z dinida ching turib kelgan bir qavm. Agar bu kishilar bu mazlum va dindor xalqning hammasini dindan chiqib ketdi deb qaramagan bo'lsa, sizcha Ramazon kunida qo'lidagi suv stakanlari bilan kimlarga signal beryotidi? Axborot yig'ini degan uzun bo'lmaydi. Inson bu mezgilda suv ichmasa o'lib qolamdi. Yana texi mushu kishilar yangi partiya qurg'idakmish. Siyosatga qo'l tiqqidakmish. Agar bular xitob qiladigan kishilar fransiyalik yoki germanlar bo'lmasa, azaldan dindorligi bilan mashhur bo'lgan kurdlarni mahallariga qulula sot qilib kelganlarga xush kelding degidak darajada dindan yotlashdi deb qaramdi. Xalq orasiga cho'kkan vaqtingizda faqat hurmat sababidan yemakchi bo'lgan qiza tuxum qo'rmisdan voz kechisiz. Kinoxonaga borsangiz 400-500 odamni bearam qilmaslik uchun past ovozda gap qilasiz. Agar bangi bo'lsangiz boshqalarni bearam qilmay deb 4-5 soatgacha xumoringizni besib chidab o'ltirsiz. Bu apandilar xalqi musulmon bir elda amma oldiga chiqib, ularning e'tiqodini e'tirof qilmaydiganligini jakarlagandek, qo'llarida suv qadahlari bilan rasmga tushidi, ekronga chiqdi. Texi yangi qurmoqchi bo'lgan partiyasi Turkiyaning partiyasi bo'larmish. Qaysi Turkiyaning? Demakki, u Turkiyada musulmonga yer yo'q. Ularning e'tiqodiga hurmat qilishning hojati yo'q. Shundaqmi?
Meningcha bu orqali ma'lum tarafga bishorat beryapti. Bu bishoratni turk yoki kurd xalqiga emas, balki yevropaliklarga beryapti. Bu ularning biz o'zgardik, biz endi sizlardan degan bishorat. Sazar, ya'ni 10 davlat raisimi buningga o'xshash qilgan. Lekin uning signali vatandagi uningga o'xshashlarga qartilgan edi. Ikki millatning millatchi sardorlari eng oxiri Ramazonga hurmatsizlik qilishdak bir nuqtada jam bo'ldi. Muborak bo'lsin deyolmayman. Yaxshilik haq ishlarda bo'ladi. Ammo qutlug' bo'lsin deyman. Azaldan bu vatanda atizmchi, kamalizmning qo'g'dug'uchilari oxirda apoistlar, ya'ni Kurd ishchilar partiyasi Abdulla Öcalan tarafdorlariga qoladi deb kelgan edim. Nima uchun? Demay o'qing. Aziz pop hazratlari, men xristian diniga bak yaqin. Sizning shaxsiyatingizga va diningizga bo'lgan hurmatim mening kurashlarim va dunyo qarshimning markazida yer olmoqda. Yuqoridagi so'zlar Abdulla Öcalan'a oid. Bu xat Papa 2. Jean Paulga yozilgan bo'lib, shu peti Italiya taratqularida tarqalgan. Ya'ni La Repubblica 1998-yil 11-oy. Musulmon Kürtlar mundaq boshlangan yo'lning oqibatining qandaq bo'lganligini ko'rishni xolasa, dal mush ishlarni beshidan o'tkazgan musulmon Kürtlardan ko'rib olsa bo'ladi. Tahorat faqat namozning oldingi sharti bo'lib qolmay, siyosatning sharti. Muborak Ramazon bu mehnat siyosatdan poklanishning eng yaxshi payti. Ro'zining kuchi buni muvaffaqiyatli holda amalga oshirdi. Buningga ishonaman.